Assalomu alaykum va rahmatulloh, hurmatli mijozlarimiz, usta aka ukalarimiz. Mana navbatdagi mijozimizda ham yuklarni o'rtib berdik. Bitta mashinga sig'madi, ikkita mashin qildik. Agregatni bu mashinga sig'dirdik. Qolgan zapchastlarni bu mashinga o'rtamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu mijozimiz Buxoroy Sharifning Peshku tumanidan. Bu akamizga bitta minusoviy xolodilnik kamera qilib beryapmiz. Bu akamiz bir yaxshi akamiz, tavsiyali klientimiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, bu akamizning xolodilnik omborlari o'rtacha 50-60 kubli xolodilnik kamera, ya'ni malochka produkti uchun. Bu akamizga mana penopolistirol xolodilnik senish panel 15 santimetrlik, mana eshik xolodilnik kamera, eshik penopoliuretan. Xo'p, zapchastlar Испаритель DJ70 qilib berdik, 3 parrakli turbosidan qilib berdik. Bu mashinamizga agregatlarni yukladik, chunki sig'madi unga. Mana ko'rishingiz mumkin, BR zavoddan, BR komplektatsiya, ya'ni burgut deymiz. Kondensator, Испаритель hammasi Xitoy komplektatsiya bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga kim shunaqa xolodilnik omborlar, minusovoy, plyusovoy, shokli zamorozkalar kerak bo'lsa, agar bizlarga bemalol murojaat qilinglar. Mana ko'rishingiz mumkin, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Bemalol telefon qilib buyurtma beraveringlar. Rahmat sizlarga. Tushundingmi?